Voy, nima kapot uyida qanaqadir ovozlar eshitilyapti. Ha, g'alati. Kapot mehmonlari bilan, ya'ni qishloqilar bilan choy ichib o'tiribdimi? Unga tez bitta prank qilmasam bo'lmaydi. Mayli, bir prank, bir hazil qilsam hech nima qilmasa kerak. Xo'p, yaxshi. Mana bu yerda mana shunday kavlab olamiz, kavlaymiz, mana shu yerda ozginagina kavlaymiz. Yaxshi. Qishloqlar. Lekin u shaharda juda ham qimmat bilasizlarmi? Anavi shirinliklar bizda arzon. To'g'ri aytasan, kapot. Bizda tomonlarda juda ham arzon. Ayniqsa bizning qishloqda. Ham bizniki ajoyib shirin va juda ham ajoyib, bilasizlarmi? Juda ham zo'r. To'xtanglar, telefon bo'lyapti. Tez qani kim telefon qilyapti ekan? Bir eshitishim kerak. Alo, qishloq, yaxshimisan? Kapot, buni ko'rdingmi uyingdagi? Nima? Uyimdagi nimani ko'rdim? San tashqariga chiq, tezroq. Juda ham uyning atrofida juda ham yomon. Nima? Qanaqa uyimni atrofi? Uyimni atrofida hech nima ko'rmayapman. Faqat gullar va oddiy narsa. Tezroq chiq. Lava tomonda, uyning lavasi tomonda. Kapot, kech bo'lmasdan bo'l, tezroq. Qochdim. Nima? Qochdim, tushunmadim. Nimalar deyapti ekan bu qishloqqa? To'xtab turinglarchi, qishloqlar, bu qanaqadir uyimni atrofida nimadir bor deyapti. Menimcha bironta yomon narsa bo'lsa kerak. To'g'ri aytasizlar, bunga tezroq tayyorgarlik ko'rib qo'yganman. Mana bu yerda qilichim bor, yaxshi. Mana endi qilichni olib hozir borib ko'raman qani. Hop, qayerda ekan? Hoy, sen yomon odam, qayerdasan? Yomon odam. Voy, oyog'im. Sarim, oyog'im. Voy, nima bo'ldi? Kim yana hazilmi? Battar bu kapot hazilga tushib qoldik. Shunchalik ham loq bo'lasanmi? Bittadan aldab ketdim seni. Hali ko'rsataman men senga. Men senga ishongandim. Oddiygina hazilga endi chiqib ol. Bilmadim, menga asab chiqyapti. Battar bolalar, asablaring chiqib o'tiraver, men ketdim. Voy, mayli, tushunmadim. Nimaga buni hazil qiladi bu? Вообще. Bilmadim, kapot. Вообще bor-u, meni ham hazillar jonimga tegdi. Endi menga ishonmaslik kerak. Bu safar nimadir desam menga umuman ishonmayman, bor-u. To'g'ri qilasan, kapot. Albatta. Voy, yaxshi, mana shularni tezroq buzib, bu yerda chiqib ketishimiz kerak. Battar bu. Kapot, zo'r hazil bo'ldi. To'xtanglar. Hozir qayergadir yashirishim kerak. Mana bu yerda yashirsam ekan. Yo, to'xtanglar. Men bu oq qishloq uyiga borsam ekan, yo, to'xtanglar, mana bu yerda kim bor ekan? Qora sari. Voy, uzr. Voy, qaytib senga mehmon bo'lmayman, yomon ekan. Mana bu oq qishloqning uyi. Mana shu yerga zo'r prank qilaman bu yerga ham. Hozir qishloqqa uyga kirgan payti prank qilaman. Mana shunday suv tushib ketadi uni ustiga. Zo'r IQ 100 000. Xo'p, yaxshi. Mana shunday qilib qurib olamiz-da. Yaxshilab joylashtirib chiqishim kerak. Bitta eshik ochganda shunday mana bu ustidagi satil tushib ketadi. Endi mana bu yerga kirib kuzataman demoqchi edim, tushunmadim. G'alati. Bu yerda kim bor ekan? G'alati, eshik ham emas, qanaqadir parda, derazalar yopiq. G'alati, bilmadim, ichkariga kirib ko'rishim kerakmikan, bilmadim, yangi odam kelgan cho'qi bu yerga. Qachon kelishga ulguribdi, bilmay qolibman. Mayli. Xo'sh, qani pardani ochaylik asta. Va nihoyat, Grifer. okey. Mana shularni barchasini tayyorlab qo'ydim. Va nihoyat men kutgan kunlar kelmoqda. 13-qishloq bombardilo, krokodilo bo'lib ketadi. Zo'r. IQ 100 000. Men bilan hech qaysi o'ynashmasin bularni. Yaxshi, nima bo'lgan deyman? Grifer bor ekan. Tez buni kapotga chiqib kerak, hopchi bo'lishim kerak. Xo'p, kapot, Grifer. Kimdir baqirdimi? Menga mana shuni tuyuldi. Mayli, yaxshigina nastroyka qilib juda ham zo'r portlaydigan qilishim kerak. Borib shunchalik zo'r portlasin, qishloqni yo'q qilish kerak. Mayli. Tushunmadim. Kapot, nima bo'ldi? Yo'q, hech nima. Bilmadim, men bu juda ham g'ashimga tegyapti anavi qishloqqa. Mayli, tezroq tashqariga chiqaylik-da. Xo'p, yaxshi. Kapot. Tezroq qara bu yerga. Nima demoqchisan, nima, yoki bironta zombimi? Nimadirmi? Yoki bironta grifermi? Hakkermi? Grifer keldi. Tezroq yur, kapot. Buni ko'rishing kerak. Yo, men senga umuman ishonmayman. Borda o'zing grifermi, katta zombimi, kichkina zombimi o'zing xalqi. Hazillashganim yo'q, kapot. To'g'risini aytyapman, menga ishon. Men bunga ishonmayman. Sizlar ishonasizlarmi? Men ishonmayman. Menga ishoninglar, to'g'risi, men hazillashganim yo'q bu safar. Grifer portlatmoqchi qishloqni. Xo'p, mayli, agarda portlatmoqchi bo'lsa, bemalol portlataversin. Menga nima deysan? Yo, kapot, shu tezroq. Yo'q. Sen ishonasanmi? Men to'g'risini aytyapman, lekin
San boru men senga ishonmayman, tushunyapsanmi? Turchini qara. Chop, hazillashib o'tirganing bilinib turibdi. O'zim ham haziling yetadi bizaga. Aldaganim yo'q edi lekin to'g'risi kapot tezroq bo'linglar. Nimaga menga ishonmaysizlar? Nimadir qildimmi men? Nima? Har doim sen hazil qilasan. Faqat hazil qilganing hazil qilgan, to'g'rimi? Boray oldimdan, ketay. Sanimi? Menga ishoninglar, qishloq yo'q bo'lib ketadi. Bugun kechroqqa bo'lmaslik kerak. Bilasanmi nima? Men boru kapot uyga choy ichaman. Nima qanaqa choy? Choy demanglar, bu hozir portlab ketadi qishloq. To'g'ri aytyapti bular baribir ham. Choy ichamiz birgalikda va qishloqqa ketdik. Voy, kapot menga ishonmadi. Voy, aytsanimi? Voy, u hazilga qo'rsa. Nimaga bu hazilni qildi o'zi? Ahmoq bolaman. Ahmoq qishloqman. Mana o'zi. Ya, Grifer kel, mana qilich bor demoqchi edim nima? Qanaqadir temirli yarog' qo'yib qo'yibdi-yu. Temirli. Qanday qilib ochaman endi? Voy, ochib bo'lmayapti-ku. Ochil. Voy, nimaga ochilmayapti? Tushunmadim bu temirli, Ya, buzolmayman. Okey. Xo'p, yaxshi. Mana shuni joylashtirib olaman. Normal. Voy, juda ham shovqindan eshitilmayapti eshitma. Lekin tashqaridagi nimasi bo'laman, bular shovqinda chiqmasa bo'ldi ishqilib. Yana tashqariga hamma meni kutib o'tirgan bo'lmasa, surprise bo'lib ham mayli. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi ko'rda qilamiz. Hoppa, o yaxshi. Mana endi bu yerdan qochishim kerak bu yerdan. Mayli. Lekin bak, taksilar necha pul bo'lyapti, kapot? Taksilar shaharda anchagina qimmat bo'lib ketgan sababi bilasizlar, pullar oshmoqda shunaqa. To'g'ri. Lekin agarda rost gapirgan bo'lsa-chi anavi qishloqqa, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, aldagan 100 talik men ishonmayman. 100 talik aldagan bizani ahmoq deb o'ylayapti-gani. Biz qaytib bunaqa qilmaymiz. Yo'q. Balkim to'g'ri aytgan bo'lishi mumkin. Lekin bilmadim, ko'nglim nimagadir g'ash. San nimaga g'ash? Qara, bizani hazil qilib chuqurga tushib ketdi. Oyog'imizni sindirishimiz mumkin edi. Ha, to'g'ri aytasan, lekin baribir ham bilmadim. San kapot, qo'y, undan ko'ra shahardan gaplarni gapiraveraylik. Xo'p, mayli, shahardagi gaplarni gapiramiz, lekin haqiqatan o'sha Grifer bo'lib qishlog'imiz portlab ketsa-chi, shuning uchun tezroq mana bu 13-qishloqni saqlayni qilib qo'yganim yaxshi. Nimaga saqlayni qilasan? Senga hayronman, bor-ku. Yo, mayli bo'lmasa shahar temasiga qaytaveraylik-chi. Nimaga ochilmayapti? Voy, jiyan tursin, voy. Agar hozir kapot bo'lganda qachon ochgan bo'lardi? Qachonli? Voy, nimadir qilishim kerak. Top, bulochini top, davay. Voy. Yaxshi. Bo'ldi. Timer ishga tushdi. Tezroq qochishim kerak bu yerdan. 13-qishloq portlashini ko'rgim kelyapti. Nima bo'ldi? Nima portladi? Grifer portlatdimikan? Bekor. Voy, bekor ishonmabman, boru butun qishloq portlab ketibdi. Voy, qishloqqa nima bo'ldi? Kapot, nima bo'ldi? Voy, to'xta, sani deyarli mana bu boshing lavaga kirib turibdi. Voy, yaxshi. Bo'ldi. Va oq qishloq qani? Voy, oq qishloqqa yaxshimisan? Kapot, yaxshiman. Voy, sana mazang qochib qolibdi-yu o'zi. Bo'ldi. Hozir dori-mori topishimiz kerakmi? Yo, to'xtanglar olim. Hozir qishloqlarni topishim kerak. Voy, jonursun. Mayli, xo'p, to'xtanglar. Oldin qo'shnim topishim kerak, qo'shnim to'g'ri aytgan ekan. Xo'p, to'xtanglar. Mana bu hovuz bo'lsa, bu tomondagi ikkita poliz va bu tomonda ikkita poliz va mana bu yerda bo'lishi kerak albatta. Mana bu tomonda bo'lishi kerak. Qishloqqa yaxshimisan, qishloqdan? Voy, seni eshitib turibman, bo'ldi, masabni ko'rdim, tortyapman va kuchim yetmayapti. Hozir kirib olib kelishim kerak. To'xtab tur, sabr qilib tur. Boshi qisilib qolibdi-ku buni. Voy. Bekor ishonmabmiz, lekin o'ziga ham aytdi, bizni aldab shunaqa qilganiga ishonmabman. Voy, bekor ishonmabman-da, o'zi biluvdim, ko'nglim g'ash bo'lganda. Bolalar buni qaranglar, qishloq umuman yo'q bo'lib ketdi. Vobshe boru, yaxshi ham saqlanib qilib qo'yibman, lekin baribir ham juda ham ayanchli. Grifer bizani portlatdi va nihoyat o'z niyatiga yetdi Grifer.
Mayli. Greyferni hali ko'rsatib qo'yaman. Greyferni o'zini ham portlatib o'rmasam bo'ldi ishqilib. Mayli. Nima ham derdim, bo'lmasa bu qishloqlarni omon qolish kerak. Mayli, sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.